Assalomu alaykum, sevimli izlar kanalimga yaxshimi tantiryapsizlar. Bugun biz o'qiyotgan Xiyol ko'chining Og'uzlari nomli kitobni o'qishga davom. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shahonov o'rtasidagi suhbat asosida yozilgan kitob. Biz kitobni o'qib 5-bobga keldik. Shu yerdan davom qilamiz. 5-bob. Adashgan aquning mo'ngi va medozining siri. Tek qiya ustida qolgan g'o'jiyash o'zini shu kunga qo'ygan xuy payli haddidan oshgan rayimsizligi bilan tosh yurakligi, adolatsizligi bilan shafqatsizligi yoqi yirtib lanat nafrat o'qib, og'uzari tog'u toshlarni titritib, eshitgan kishi bilan o'ning yurak bag'rini serildirib, yig'lab qaqshabdi. Biroq pushaymon qilgan bilanmi nima foyda bo'lg'iliq bo'ldi-da. Chingiz Aytmatov. Chingiz Aytmatovning bir asari ichidan ilingan bo'lakkan jumla. Hozir Muxtor Shahonovning yana bir kitobning yozish uslubida shunday. Har bir bobning beshida Chingiz Aytmatovning ma'lum bir asaridan qisqa bir bo'lak, uningdagi Muxtor Shahonovning she'ridan bir parcha berilib boshlanmayotdi. Har bir qiron o'z naqshisini to'lab kelar. Naqshi etish bilish azalda katta hunar. Toqqa chiqib tosh assang to'lisangmi, aks sada bo'p uning yenib kelar. Javob bergin yurgin sansiz qiliqqa, javob berib yurgin sansiz qiliqqa, bir mezon bor bu aks sadada. Anga gumon yo'q shundoq bo'g'ach, bosh egaman shu ulug' aks sadoga. Aks sado haqida gap bo'linganda qani mening aks sadoyim degan she'r ism kelib qoldi. Ondan keyin hozir mishadi birini beri Uyg'ur ekologiya adabiyoti deymiz. Ekologiya adabiyoti degan vaqtda asosli tabiatni qo'g'dash, tabiat bilan shu insonlarniki o'zaro bir-biri bilan ichakishib yashash tashabbus qilinadigan bir adabiyot iqimi borliq kelgan. Bu adabiyot iqimida yozgan kishi bizningki Uyg'ur yozuvchilar ichida To'xtaoyevniki shu Bo'ri ona deydigan bir romani bor. Bo'ri ona undan keyin hali mushaqda hali bir turkum asarlar yozilgan. To'xtaoyevniki kitobi Bo'ri ona ashni o'qib baqsanglar bo'ladi. Ekologiya adabiyotida qiziqadiganlar bo'lsanglar, mavbobda asosli shu tabiat haqida paranglashishlar bo'ladigan o'xshaydi. Aytmatov. Yaratgan egan bandisiga, "Men sana yer yuzidagi barliq hayotlikni sana berdim. Tüptiz dala, tağu taş, cheksiz dengiz, süzük ko'l, qilin o'rmonlarni qoplagan jonliqlarga o'zing ega bo'l. Mendan keyingi javobgar sen o'zing. Yer yuzidagi hayotlik gullab yashnamdi yoki bo'linib to'zib ketamdi. Bu sana bog'liq. Hisobni sendan olaman deb uningdan nihoyat zo'r umid kutib, cheksiz huquqni xohlagancha beribdi. Savollarimiz shu surishtisi bor zimindagi hayotlikning qanchaligi hozirgacha ko'klayotidi? Qanchalik odamlarning qo'lida xarablashdi deganga taqalganda qo'yqi chechangni tik turg'izadigan o'y fikr ichida qolamiz. Qirg'iz xalqida asrlar bo'yi etilib kelayotgan G'o'jiyash Marganning qo'yg'usi to'g'risidagi rivoyat tusini olgan cho'chak bor. O'z vaqtida Daysaku Idako ikadog'im etib yurganman. Xalq cho'chkini qo'shimcha voqealar bilan to'liqlab qayta yozganman. Burunning burnisida tik qiyo toshliq, dalolari poyansiz, qadimqi qirg'iz zaminida G'o'jiyash otliq bir ovchi yigit o'tgan ekan. U usti margan bo'lib, bo'rini qo'g'lab yetib o'ltiradigan yuguruk, yo'lbosni yolg'iz yengadigan shir yurak odam ekan. O'ljisi bilan urug' tuqqanlari va butkul ahli mahallani boqadi ekan. Ko'ziga otliq elislar naslini quritishni maqsad qilgan G'o'jiyash o'zini butkul dalaning g'o'jisi hisoblaydigan takabbur, botir yigit ekan. U oy bilan kunda chiroyli so'ygan qiziga elchavatib, oy bilan kundek chiroyli qo'ygan shu so'ygan qiziga elchavatib, yilpiz bilan tulkilarning yolt-yult qilib ko'z qamashtiradigan esil terlarini hadiya qilib to'y kunini bekitibdi. Endi to'yga nihoyat ko'p xarajat ketadiganligi uningga ma'lum bo'pti. Barliq rizqini tog'dan tepib kelayotgan G'o'jiyash endi burunqidan ko'proq ovlashga majbur bo'pti. So'ygan yar uchun nimadan ayansin? Kun tun demay oldiga kelganini surto'qoy qilib qirishga boshlabdi. Shundaq kunlarning birida G'o'jiyash Margan qunduzlarning qiz ko'chirish to'yiga yo'l qopdi. Qunduzlar oydan kechida shod-xuram to'y o'tkazib, xuddi odamlardek naqsh etib, soz chalib, usul o'ynab, qiz qunduzni qo'shni o'nkirdagi yigit qunduzniki yetkazayotgan ekan.
Toy xuşalligidan qunduzlar to'limi qizib ketgan bo'lib, yasangan yigit qunduz qudalarni ergashtirib to'y yetkuvchilarning oldiga chiqibdi. Qudalar uchrashib to'y tantanasi avjiga chiqibdi. Bu tomashani yoshirinch ko'rib turgan G'o'jiyashning esiga o'zining bo'lg'usi ayoli bilan to'y kepti. Qunduzlarning terisimi esil so'g'i salam bo'lamdi. Qunduzlarni tutib olsa tayyor o'lji boyliq emasmi? G'o'jiyash darhol choponini saptida to'y xushalligida usluq tushgan qunduzlarning ustidan bostirib kelib, dimiqtirib o'ltirishga boshlabdi. Tog' o'chkilarini egiz qiyalarning qoptallari qopsivilib qirib tashlabdi. Aman qolgan bir sur o'chka G'o'jiyashning oldiga kelib, sendek usta mergan yer yuzida yo'qdir. Biroq har narsaning cheki bor. Sen uni unutding. Endi mardlik qil. Itiverme. Bir nasldan sur teki bilan ikkimiz qoldik. Avlod qoldirayli deb yig'labdi. G'o'jiyash sur o'chkining ko'z yoshiga parvo qilmay, bir o'q bilan sur tekini mollaq atqizibdi. Shu chaqda buqildab yolg'an sur o'chga, bizning otimizni o'ltirding, naslimizni quritding, seni qog'ish tutudi. G'o'jiyash, buningdan keyin o'qing ov otliqqa yo'lamaydi. Ishonmasang meni etib boq debdi. Takabbur ovchi sur o'chkini masxara qilib, qaqoqlab kulibdi. Kulkisining hayvatidan tashlab pastga do'malabdi. Sur o'chkining so'zi rost ekan. Uning otgan ikkinchi, uchinchi pay o'qimi o'chkiga tegmabdi. Әмді seni qo'g'lab, yetib, pichoqlab o'tiray deb ochiqlangan ovchi sur o'chkini qo'g'labdi. Tog'idan taqqa, toshdan toshqa sakrab qochgan sur o'chkining iziga tushgan G'o'jiyash o'zimi bilmagan holda odam bolasining oyoq tegmagan tik cho'qining ustiga chiqib qoldi. Qarshi to'rt atrofi pichoq bisidek egiz cho'qa. Yenib tushish asla mumkin emas ekan. Shu chog'da sur o'chki gunohsiz janovorlarni qilganliging uchun endi ko'gilligingni ko'rib, tortqulligingni tortqin. Bizni qandoq shig'latgan bo'lsang, taqdir endi seni oxirgi tiniqingga shundoq shig'iltidi debdi. Tik qiya ustida qolgan G'o'jiyash o'zini shu kunga qo'ygan qo'ypayli haddidan oshgan rayimsizligi bilan tashyurakligi, adolatsizligi bilan shafqatsizligi yoq yirtib, nanat nafrat o'qib, ohuzori tog'u toshlarni titirtib, eshitgan kishi bilan o'ning yurak bag'rini serildirib, yig'lab qoqshabdi. Pushaymon qilgan bilanmi nima foyda? Bo'g'liq bo'ldi-da. Taqdirning qattiq zarbasiga uchragan G'o'jiyashning bo'lg'usi ayoli kechirim so'rash uchun tog' kezib sur o'chkini izlabdi. Orada bir yuz yilga yaqin vaqt o'tibdi. O'simi sur o'chga o'zini ko'rsatmabdi. Qerib mo'mayga aylangan ayol kunlarning birida qunduzlarning qiz ko'chirish to'yiga yo'l qilib qopti. Qunduzlar oydan kechida qiz uzatish marosimida naqsh etib, usul o'ynab, shod-xuramliq cho'mganligini ko'rgan G'o'jiyashning bo'lg'usi ayoli Manga hech bo'lmaganda shu qunduzlarning xushalliqchilikmi shodlik nasib bo'lmadi-ku deb tog'-dalani beshiq kiyib nolizar qildi. Shahanov. G'o'jiyash cho'chki butkul insoniyat qayg'usining yuqori pallasi. Odam bolasi bir voqeani har qaysi taraflardan kuzatib, har xil tushuncha bilan his qiladi desakmi, hammasining o'ta yo'li tragediya orqali qabul qilishqo. Qiyodagi ovchining ohuzori degan mush G'o'jiyashni ko'rsatdi ekanda. Mani unutib qolibdi ekanman dedim-ku. Taxminan 20 yillar bo'lib qoldi men bu kitobni o'qigani. Oldin qatam o'qiganman. 17 yil o'tdi ekan. G'o'jiyash cho'chki butkul insoniyat qayg'usining yuqori pallasi. Odam bolasi bir voqeani har qaysi taraflardan kuzatib, har xil tushuncha bilan his qiladi. İnsanlar o'ziniki dardini eng buyuk dard hisoblamış. Ammo butun dardlarni o'tirg'a tizib qo'yib, o'sha qilib sening eng cho'ng dardkin boshqalarning dardini tortib ol. Tanlovlar bo'pti. Shu cho'qim bir dard tanlashing kerak desa, berib yana o'zinikini tanlamış. İnsanlar yana bir psixika bo'ladi. Ba'zi insonlarda bu ko'proq ojiz insonlarda ko'rildi. Ya'ni o'zining dardini ko'ptiradi. Dardini qattiq dardman o'ylaydi, yig'laydi, o'zini to'xtamay dardman ko'zladi va bu orqali mundaq bir necha maqsadga yetadi. Birsi boshqalarning ish chog'irtishiga, irqidagi gaplariga, tasallisiga erishib ko'ngilni amin topqizadi. Yana bir nuqtadan mushuncha vola ig'ir dard alamlarga chidab kelyapman. Men degan bak qoltischiman, men degan chidamliq deb o'zininki chidamliq bo'lish, qoltis bo'lish istikiga yetmoqchi bo'lgan orzu havaslarini qondirmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda bir chaqda bir film taqilib shurgan, sizlarga uchragan bo'lishi mumkin. Ya'ni yarasi nima qilib ketgan maymunning hikoyasini. Bir maymunning yo'tisidan putidan bir yerda bir yara bo'lib qoldi ekanda. Shuning bilan bu yara
Hammasini iç ağrıp, "Acep bir yara bolup qapdı" dep şunu iç ağrıtıp hem onun köngül böldi ekende. Ertesi bu yarısı azırak halqadak qaqaş tutup demdi. Qaqaş tutup asasa yaxşıp ketadi-go. Şunda qaqaş tutqandan qarap beqib, bu yılıq kişilərning o'ziga diqqat qilishi va tasallisini yana sig'inib qolganmi, yana tatlab ichib, yana ko'rsatibdi-chu. Mushtaq qilib har qaqash tutqanda bu tatlab ichib haqni ko'rsatib, haqning yılıq tasallilarini ashunda qilishga xumo bo'lib qolgandek, ashunda tasallisini anglar ekan. Oxirida bu maymun saqayanmay o'lib ketibdi. Demak, dard va qayg'u haqida gap bo'lingan vaqtida insonlarning o'z dardini ko'ptirilish masalasi bor, dardlarga qandoq yuzlanish masalasi bor deydi-ku. Alloh hech qachon bandasiga u bandasi ko'tarolmaydigan sinoqni bermaydi deb. Xuddi shunga o'xshaydi. Melining 40 dan 1 ga kelganda 40 qo'y bag'a, masalan, bir 40 tugisi bag'a bir tuga, 40 qo'y bag'a bir qo'y, 40 ming qo'y bag'a 1000 qo'y zakat tushgandek ishchi bu. Yani her kimninki shu avvaliga yarasha Xudoyim dardni shu ko'tararligidek berdigan o'xshaydi. Shunga belki dardimizni ajab ma anglamadi, ma yetmadi, ma aniqamadi deb haq tilimizni chiqarib, uningdan bir narsalarni kutib, meni beshimni silab qo'yarmiki, menga bir ish qilib berarmiki deyish. O'zimizni xo'rtib, g'ururimizni yerga urib qilishdan boshqa yarmaydi. Aytmatov. Bir yili Germaniyaning kino olg'uvchilari Lyuksemburgga kelib, siz to'g'risi kino ishlamoqchimiz deyishdi. Qandoq olmoqchisizlar? Mushu ishxonangizda o'ltirib, hikoyangizni boshlasangiz biz elib olayli. Bu takrorlikdan boshqa narsa emas. Meni alayda rozi qilgan bir yer bor. Yuringlar, hikoyaning beshini shu yerdan boshlayli deb operatorlarni boshlab chiqdim. Yani qaraganda, belgisel deymiz-ku, hujjatli film. Aytmatov to'g'risida hujjatli film ishlaydigan o'xshaydi. 5 shaharni tutashtirgan Brüssel, Lyuksemburg, Terrier, Koblenz, Frankfurtning orasida yuqori suratli tosh yo'l bor. Chet elning sonsiz mashinalari 3dan 6 qator bo'lib kun-tun demay o'tib turdi. Yuqori suratli tosh yo'lning hamma tarafi 100 chaqirimlik temirsin bilan butunlay qo'rshovga aylangan. Yiliq dog'dam yo'l tog'nimi, bo'shliqnimi, o'rmon bilan ko'lnim kesib o'tadi. Yo'lning bir tarafidan ikkinchi bir tarafga o'tolmaydi. Ya'ni tabiiy birlik buzilgan. Shu qamaldan qutuldirish uchun bular nima qilgan desangchi? Yuqori suratlik tosh yo'lning ustidagi har 10 chaqirimda yo'li kesilib qolgan ilik degani bug'ning bir xil ekan. Bilan bug'a, yovtongiz bilan to'shqan, yilon bilan chayonga atab ko'rik selingan. Undaq go'zal osm ko'rikni bizning mamlakatda yovvoyi hayvon turmoq, odamlarning foydalanish uchun selish cho'ng kuch sarf qilish hisoblanadiganligini aytmasaqmi bilaylik. Yana mushaqtida ustozimiz Asad Sulaymonning yozgan O'zlik va kimlik degan kitobida mush Yevropada hayvonlar shivsiyadikisini yozamiz qilib. Aniq o ismini qolmabdi. O kitobni 2007-yili. Yo'q, 2005mi? Nashrdan chiqqan kitob O'zlik va kimlik. 2005-2006-yillar bo'lsa kerak. Shu kitobdami mushu haqda maxsus hayvonlarga yasalgan ko'rik haqida gap bo'lindi. Shu yerga kino ilish korpusini boshlab kelib, mana odamiy shaxsiyatchilikni yengishning, tirik tabiatga yesashlik bilan qarashning yoki madaniy iznoda taraqqiy qilishning bir ko'rinishi mushu dedim. Shu ko'rkam ko'rik ustiga chiqib turib, kino olg'uvchilarga hikoya aytib berdim. Keyingi ko'rinishlarimiz mushu qirg'iz zaminida, Talas tuprog'ida davom qildi. Shikar ovulidagi, ya'ni Shikar degan Chingiz Aytmatovning juti. O'zing ko'rgan oqsoqol, qarsaqollarning ko'pi kinoga elindi. Gap uningda emas, masalaning cho'ngi ekologiyalik mas'uliyatchanlikqa yotadi. Apla bo'ri bilan tulkiga tegma, eyiqni otma, oq tiyinni o'ltirma deb 1000 martaba qaytilsaqmi baribir. Eng muhimi jon-jonivorlar bo'lgan haqiqiy hissdoshlik, g'amxo'rlik kerak. Lyuksemburg tarafdagi bisramjon qilganimizni, yoyliqlarni yo'lik bo'lganimizni kechiringlar, u yoq bu yoqqa o'tayveringlar, ani ko'rik tayyor degan ixlos shuning dalili. Biroq bu bizda yo'q. Bu temada deyilgan qutlug' fikrlarning hammasi so'z beti chiqib qolyotdi. Shaxonov Bo'ronliq bekat debdi, bo'ronliq bekat emas. Uyg'urchada tarjima qilingani asrdan olqagan bir kun. Mayada kitob qaraganda aslisi bo'ronliq bekat o'xshaydi. Chingiz Aytmatovning yozgan, lekin Uyg'urchaga bu kitob asrdan olqagan bir kun deb tarjima qilingan. Nomli romaningizdagi Adigey, ya'ni romandagi bosh qahramon ning qora nari her yazda chulvirni o'zi bo'shtib, her ovulning to'pchini eg'inab, yil o'shqayli xumarni qondirib, yerib ichib egisinikiga yana keladi.
Bo'ronda ئەدىگەيمۇ جانىۋارنىڭ خاراكتېرىنى بىلىپ ئىزدەپ ئاۋارە بولمايدۇ. ئويلاپ باقساق، ئاشۇ قارا نارنىڭ ئويلىغىنى بار. ئۆزىنىڭ ئەۋلاد قالدۇرۇشقا، ئەركىنلىككە، مۇستەقىللىققا بولغان ئىنتىلىشى ئىشقا ئاشمىغان شۇ ۋاقىتتا ئۆز قورۇسىدىن قېچىپ چىقىدۇ. ئۆزىنى كۆزىتىپ قويۇشنىڭ بۇ كۈچلۈك ئىسپاتى يولىدا بارلىق غەيرىتىنى نامايان قىلىدۇ. بىر ھۆججەتلىك فىلىمدىن ياۋا بۇغا ماراللارنىڭ ياشاش ئۇسۇلىنى كۆرگەن ئىدىم. ئادەتتە يايلاق تاللاش، سۇ ئىچىدىغان يەرنى بەلگىلەش، يىرتقۇچلاردىن قوغدىنىشتا بىر-بىرى بىلەن شۇنداق ئىناق بۇ ياۋاش جانىۋارلارنىڭ ئوچۇق مەيدانغا يىغىلىۋېلىپ كۈچ سىنىشىدىغانلىقى قىزىق. كۈيلەش مەزگىلىدە ماراللار ساغرلىرىنى تىترىتىپ بىر يەرگە يىغىلىدۇ-دە، قالغان بۇغىلار ھەيۋەتلىك مۈڭگۈزلىرىنى سىلكىشلەپ سوقۇشىدۇ. كەينىگە يېنىپ تۇرۇپ شىددەت بىلەن ئالدىغا ئېتىپ ئۈسۈشكەندە باشلىرىدىكى شاخلاپ كەتكەن مۈڭگۈزلىرى ھەر تەرەپكە ئۇچۇپ چىققۇدەك بولىدۇ. بىر يىل بۇرۇن ئۆزى بىلەن بەسلەشكەن بۇغىلارنىڭ ھەممىسىنى يالغۇز ئۆزى يېڭىپ، 20-30 مارالدىن بىر ئۆزى ئەۋلاد قالدۇرغان. قارىسىڭىز كۈچلۈك، ھەيۋەتلىك بۇغا 7-8 تەلەپكارنىڭ ھەممىسىنى بىر يولىلا چېكىندۈردى. قاراسلاپ ئۇرۇلغان مۈڭگۈزلەر ئوتتۇرىسىدىن ئۇچقۇن چاچرايتتى. يېڭىلىپ قالغانلىرى سالپىيىپ تەقدىرگە تەنبەدۇق دېگەندەك بىر چەتكە چىقىپ ياتاتتى. ئاخىرى بۇلتۇر يەڭگەن بۇغا بىلەن يەنە بىر ياش غەيرەتلىك بۇغا ئوتتۇرىسىدىكى ئېلىشىش سۈتپىشار ۋاقىت داۋاملاشتى. بۇغىلار بىر-بىرىگە ئوڭاي يېڭىلار ئەمەس. بېشىدا چېكىسىدىن تۈگۈلۈپ چىققان مەزمۇت مۈڭگۈز تۇرسا، باشقىلارغا تىزگىن بېرىپ قويۇش ئوڭايمۇ؟ ياش بۇغا ئاياپ تۇرماستىن پادا بېشىنى سۈرۈپ توقاي قىلىپ ئۆزى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدى. بۇنى كۆرۈپ تۇرغان مارال دېگەننىڭ ھەممىسى ياش بۇغىنىڭ رايىغا بېقىپ ئوڭايلا يىغىلدى. بېرىڭدە باپلىغان، يوقۇڭدا تاپلىغان، داۋخور ھايات دېگەن مانا شۇ. ئايتماتوف. ئەۋلاد قالدۇرۇشقا بولغان ئىنتىلىش ھايۋانلارنىڭمۇ جىسمىنى ئايىماي ئازابقا سالىدىكەن. بۇغا ماراللارنىڭ پادىغا قوشۇلۇش مەزگىلىدىكى ئېلىشىشىدا ھاياتنىڭ زور قانۇنىيىتى بار ئىكەن ئەمەسمۇ؟ كەسكىن تەبىئەت بىلەن ھەر خىل خەۋپ-خەتەرگە ئوۋنىڭ ئەڭ سەرخىل كۈچلۈك غەيرەتلىكى چىدايدۇ. بۇغا ماراللارنىڭ ھېلىقى ئادىتىدە كەلگۈسى ئەۋلاد ئالدىدىكى جاۋابكارلىق بار. خۇدا ئاتىسىغا بەرگەننى بالىسىغا بېرىدۇ دەيدىغۇ خەلقىمىز. كەسكىن ئېلىش ئارقىلىق ئىلغاپ، شاللاپ ئەۋلاد قالدۇرۇش ھوقۇقىنى يېڭىپ تۇرۇپ ئېلىش شۇنىڭ دەلىلى. چۈنكى كېسەلمەن، ھالسىز بۇغىدىن يارالغان نەسىل ھاياتنىڭ ئېغىر سىناقلىرىغا بەرداشلىق بېرەلمەي ئۆلۈپ تۈگەيدۇ. شاخانوف. ئالىملارنىڭ تەتقىقاتىغا قارىغاندا، ھايۋانات، جانلىق، ھەتتا يازدا كۆكلەپ، كۈزدە قۇرۇيدىغان ئۆسۈملۈكنىڭمۇ ئۆزىگە خاس جېنى، خۇسۇسىيىتى بولىدىكەن. ياشىرىپ يەلپۈنۈپ تۇرغان يوپۇرماقلارغا بىيولوگلار ئىلغار سەزگۈ ئەسۋابلار ئارقىلىق مۇنداق قىزىقارلىق تەجرىبە ئىشلىگەن. شېخىغا مەخسۇس مۇناسىۋەتلەشكۈچى ئەسۋابنى ئورنىتىپ، ئۆزلىرى يوپۇرماقنى ئۈزۈشكە قول ئۇزاتقان. يوپۇرماقنى تۇتقاندا ئېكراندا قورقۇنچ گىرافىكا پەيدا بولغان. ئالىملار ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋەقەنى مۇنداق ئىپادىلىگەن: خەۋپ-خەتەر كەلدى، تىرىك قالامدىم يوق، يارىلاندۇدى، قۇرۇدۇم. يوپۇرماقنى ئۈزۈۋالغاندا ئېكراندىكى قورقۇنچ گىرافىكا يوقالغان. يەنى بىر ھاياتلىق تۈگەشكەن. جانسىز دەپ قارالغان ئاددىي ياپراققا شۇنچىلىك سېزىم بەرگەن ھاياتلىق نېمە دېگەن ئاجايىپ-ە! بىز بۇ ياپراق تۈگۈل، ھەتتا تايگا، يەنى سىبىرىيە ئورمانلىقىنى دېمەكچىكەن، نىڭمۇ ئەبجىقىنى چىقىرىۋەتتۇق. ئايتماتوف. مەتبۇئاتلاردىن ئۆسۈۋاتقان قەلەمپۇر گۈل ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان تەجرىبە ئەھۋالىنى ئوقۇپ ھەقىقەتەن ھەيران قالغانمەن. ئۇلار ياش، چىرايلىق، قىزلار تۇرغاندا گۈل بەرگىنى ئېچىپ سۆيۈنۈپتۇ. تەلەتە-سەتلەرنى ياراتماي يىرگىنىپتۇ. تاماكا چەككەنلەر بىلەن ھاراق ئىچكەنلەرنىڭ تىنىقىدىن قورقۇپ بەرگىنى پۈرۈشتۈرۈشكە باشلاپتۇ. نېمە دېگەن ئاجايىپ-ە! شۇنداق ھاياتلىق دېگەننىڭ ھەر قاندىقىدا ئۆزلۈك، مەن بار. ئۇ نابادات، جان-جانىۋارلارنىڭ ئۆزىگە خاس نەزەر دائىرىسىنى نامايان قىلغاندا، شۇڭا ئۇلارنىڭ ئۆزلۈك دېگىنىدىمۇ ياخشى كۆرۈش، يامان كۆرۈشتەك سېزىم، ھەتتا ئۇلارنىڭ ئارىسىدىن ئىنسانىيەتكە ئۆرنەك بولغۇدەك ھەيران قالارلىق خاراكتېرلار ئۇچرايدۇ. خەلقىمىز ئەتىۋارلىق قۇش دەپ ماختىشىدىغان ئاققۇ ياش ۋاقتىدا جۈپلىشىدىكەندە، قالغان ئۆمرىنى ناھايىتى ئەدەپ بىلەن بىرگە ئۆتكۈزىدىكەن. ئۇلارنىڭ بىر-بىرىگە بولغان مۇھەببىتى شۇنچىلىك ئەقىدىلىككى، ناۋادا جۈپتە تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كەتسە، ئىككىنچىسى قايغۇغا چىدىماي تىت-تىت بولۇپ، ھاۋادىن شۇڭغۇپ كېلىپ يەرگە ئۆزىنى ئۇرۇپ ئۆلۈۋالىدىغانلىقىغا، ياكى بولمىسا ھېچنېمە يېمەي جان بېرىدىغانلىقىغا تەبىئەت ئىشقىبازلىرى كۆپ قېتىم كۆز سالغان. ئومۇمەن ئالغاندا، سۆيۈش، كۆيۈش سېزىمى، ئاياش، ئىزا تارتىش، يامان كۆرۈشتەك تۇيغۇلار يەر يۈزىدە سۇ ئىچىدە ياشايدىغان جان-جانىۋارلارنىڭ ھاياتلىقنىڭ كۆپچىلىكىگە خاس خۇسۇسىيەت. ھىمالايا تاغلىرىدا ياشايدىغان بەزى بىر تەبىقىلەر يېڭى تۇرمۇش قۇرغان ياش بىر جۈپلەرگە سىلەرگە كىتنىڭ مۇھەببىتى، ئىتنىڭ ۋاپادارلىقىنى تىلەيمەن دەپ تىلەكلەر تىلىشىدىكەن. ئۇلاردا بۇنىڭدىن ئارتۇق مەرتىۋىلىك دۇئا يوق بولسا كېرەك. ئىتنىڭ ئۆز ئىگىسىگە بولغان ۋاپادارلىقى چۈشىنىشلىك. ئەمدى كىتنىڭ سۆيگۈسى دېگىنى نېمە دەپ ئويلاندىم.
Yaqında mətbuatdan Kaliforniya dengiz bo'g'uzi atrofida yuz bergan bir voqea to'g'risidagi maqolani o'qib, shu tepishmoqqa javob topdim. Maqolada deyilishicha, kit ovlab yurgan Attorant Attorantda nomli kema qator uzib yurgan ikki kit, ya'ni chipar kitning birisini yaralandirib o'ldirdida, o'ljisini po'lat arqon bilan bog'lab so'rab mangdi. Juftining qo'liga tushib qolganligini ko'rgan erkaki uni qutqizishga urinib, kemaning orqasidan uzoq yurdi. Oxir umrlik hamrohining qazo qilganligi ko'z yetgan kit ahonatga chidamay kemaga qarab hujum qiladi. Zo'r gavdasi bilan qattiq silkinib, bor kuchi bilan o'zini kemaga urganda, Atorantda og'dirilib ketadi. Mo'l o'lchi tamasidagi kema xizmatchilari jon qayg'usi qilib, aran deganda qutulib qoladi. İnsanlarning asos xatoligi boshqa hayotlik egalarining sezimiga e'tiborsiz qaraganligida. Uyg'urlar bu haqda haqiqatan dunyoviy yuqori saviyadagi xalq. Uyg'urlarningki Uyg'ur tibobatiga qaraydigan bo'lsak, o'simliklar, ularning tabiati, hatto tomoqlarning tabiati, bizning o'ltiroqlashish odatlarimiz tabiat bilan qanday kirishib ketgan. Masalan, Uyg'urlarningki shu uy nimasiga qaraydigan bo'lsak, binokorlik san'atiga. Normalda, masalan, uylarimiz qanday bo'ladi? Uyg'urlarning uyining oldida daraxt tikiladi. Bu daraxtlar masalan ba'zilari mevalik daraxt bo'ladi, ba'zilari soya beradigan, masalan, sugat degandek daraxtlar bo'ladi. Yoki ujma daraxti degandek. Bu daraxtlar soya tashlab, uyining oldiga ham husn qo'shadi, ham kishiga masalan bir aram elib o'tirgandek yer bo'ldi. Ondan keyin kirimiz normalda Uyg'urlarning ko'pinchasining hovlisi butunlay masalan yoki ikkiga bo'linadi va yoki bo'lmasa asosan yop-yeshilchilik uzum teklari bo'ladi. Mayli Janubiy Shinjong, mayli Shimoliy gapimni xato tushunmang. Demak, bizning diyorimizning mayli janubi bo'lsin, mayli shimoli bo'lsin, bu yerda Uyg'urlar umumyuzlik, garchi oramiz uzoq, madaniyat farqlari bor bo'lsin-mu, masalan, mayli me'morchilik, uy bezash deganda ba'zi ushoq farqlar bo'lsin, lekin hammamizning uylarda uzum teklari bo'ladi. Bütün odamlar uylarda gul boqadi, gul yetishtiradi. Undan keyin biz bu mushuklarni yilqidek ermak hayvon qilib, kiyim kiydirib, bo'yniga taqab, so'kulditib, unda boqmagan bilan uylarimizda mushuklarimiz bo'ladi. Bog'da masalan, mol boqadiganlarning ishlari bo'ladi yoki boqqa qaraydiganlar ishlari bo'ladi. Bog'da mevalik daraxtlar bo'ladi. Faqat esimdan chiqmaydi. Kichik chig'imda bizningki uyning oldida bir muncha daraxtlar bor. Shu daraxtga birisi eshikini bog'lab qo'yibdi. Bu eshik bu jirim deymiz. Jirim degani o'sib bir yoshga kirgan yoki kirmagan yosh daraxtlarni, tikilgan ko'chatning sal tutib, bundoq cho'ngroq bo'lgan holatini jirim deymiz Qashqa tarafda. Bu jirimni bu eshik hojilab qo'yibdi. Shuning bilan dadam voy bu jirimni hojilab qo'yibdi deb bir loylarni chiqib, bu yiliqi shu ko'z oldimdan ketmaydi. U yiliq terakning eshik hojilab qo'ygan yerini suvab, xuddi bir yiliq birisining yorisini tengayotgandek-chu. Orqasidan u yerga bir narsalarni o'rab, shunday qilib qo'ygan edi. Undan keyin bir yil burun g'uljiliq bir do'stimizning uyisiga kirdim. Ular bizni tamoqqa chaqirib oldi. Kirib oshxonasiga men yordamlashay deb oshxonasiga kirib, mana bu tamoq qiladigan nimamiz bor, endi tezgoh deb qo'yamiz. Tamoq qiladigan ya'niki, bularni qatamdan gullar, bir necha tashtak gul bor ekan, kichik tashtakda. Bir tashtakka qarasam, sunib ketgan bir gulning shexini, Qashqarda banka gul deymiz, Qumul tarafda qo'g'in guli deydi ekan, hamda shu. Shu gulning kimdoq bir shexi sunib ketibdi ekan-ku. Sunib churt uzilib ketmabdi, qaraganda yorilibdi. Uni bir tal cho'kidan birini sanjib, ani mahkam bog'lab qo'yibdi. Kichikina bir nechta tashlasak, masalan, qo'yib qo'ysak quriydi, tashlasak bo'ladi gul degan chiqdi. Bu yerdagi masala ozchiqlik masalasi emas. Yerda gulni, uning bir jonliq ekanligini, mana bu yerda his tuyg'ulari borligini bular da'vatmamdi ilm-fan isbotlanganligini. Bizga ilm-fan bundan maqolani isbotlab bermasimi? Hammasi Alloh yaratgan jonliq deb asraydigan. Hatto jonsiz narsalarni bizga berilgan ne'matlarning xo'rlasak, mushuning qisosi qolamiz. Mushu bir kunlarda bizga o'zini ko'rsatadi deb o'ylab, jonliq jonsiz hamma narsaning izzatini, qimmatini, qadrini qiladigan an'ana bizda bor. Uyg'ur degan shundoq.
Uningdan boshqa boya da'vatgan binokorlik, uy selishda. Uningdan keyin uylarimizningki qaysi tarafga, masalan, kungay, teskay taraflari. Bizningki uyda shu ishlatgan materiallardan tortib hammasining o'zimiz yashayotgan jo'grafiyalik sharoitga mos kelishi bilan bir vaqtda nurg'unlagan sog'lomlikqa aloqador bo'lgan taraflari bor. Bu o'simliklar, bularni asrash, nihoyatda esil va ilmiy yashashni Uyg'urlar yaratgan. Tabiat bilan ich-ichiga deganda, shunday o'simliklar bilan birga yashaymiz, bog'larimiz bor, bog'larimizda mevalarimiz bor, gullarimiz bor, chiroyli o'yinlarimiz bor. Qish vaqtlari degan shu tashdek butun shu uyimizning ichidagi to'shib, ashlarning yo'pirmoqlarini qilib kichik bo'lib atgandek gulni boqamiz. Undan keyin hayvonlarnimi shu? Hayvonlarnimi shu? Shu qish vaqtlari yoki nimada qish vaqtlari tug'ilib qolgan qo'y, echki, mo'zayning bolalari bo'lsa, cho'ng opam shu to'nglab ketdi bu bechora deb ekirib, xuddi kichik bolani bo'lagandek yotgan uyga boshlaq mashga yaqin yo bo'lmasa, shu ichiga solib kichik qo'zini. Shunday qilganni iliqi soska bilan sut emitib, shunaqa boqqanlarni ko'rgan. Uningdan boshqa Uyg'urlardimi ovchilik bo'lgan va ovchilikning nurg'unlagan parhez qoidalari bo'lgan. Masalan, homildor bo'lgan qo'sqida bor 2 qat hayvonlarni qat'iy otmaydi. Har qanday qushning, har qanday jonliqning uvusini va uyini buzmaydi. Kichik chog'imizda jing'nag'uchni tutib o'ynashga shunda amroqda xiyolimizda aeroplandek uchirimiz deb sening jing'nag'uching, mening jing'nag'uchim deb bolalar ushoq vaqtlarimiz endi. Maldek chog'larimizda deydi. Jing'nag'uchni tutsa qo'l titraydigan bo'lib qoldi, bolam tutmanglar. Kepineklarni tutib o'ynashni qilsak, bolam undaq qilmanglar, bo'lmaydi. Yomon bo'ladi deydi. Andan qushningki changisini chuvatsa, oilasi cho'lib ketadigan deb qat'iy undaq qilmanglar, qo'linglar titraydigan bo'lib qoladi deb. Andan eski tamliqlarda shu to'liq qushlarningki o'zib, ashlarni qo'lab tushirvasak, qushlar pastda vichirlab kelsa, qushqachilarni o'ynaymiz deb kichiklik endi. Shundaq nima qilayotganimiz ko'z shunda xoplab ketadigan bo'vamchi, cho'ng dadam. Undaq qilsa yomon bo'ladi bolam, bo'lmaydi deb. Bizningki mush yoqda bir miros jurnalimidi, buloqdimidi shu yomon bo'ladilar haqida bir turkum maqolalar yozilgan. Bu chaqda pek diqqat qilmabdikim, hozir o'ylab baqsam, Uyg'urlarningki urf odatiga, qon qiniga va ularningki shu yashash shakliga aylanib ketgan yomon bo'ldi deydigan bularning keynida ajoyib cho'ng ilmiy va ma'naviy hikmat, qimmatlar yoshiringan ekan. Bugun kitob o'qishimiz mushakchi bo'lsin, davomini o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.